4 günlük Kok merkezinden joy olaman da bilgan akalarga aynan shu videoni tashlab qo'ying. Baraka 4 kun kanalına obuna bo'lib, birdan like basing. Eban tarafimiz hokimiyat tarafdan gelish Lenin ko'cha. Lenin ko'cha hokimiyat tarafdan kelsangiz, evida pamitnik, evida Mambo Burger. Shuni chap aylanasiz. Shu chap aylanganingizda 20 metr 30 metr yursangiz, shu qizil joyni. Assalomu alaykum, Baraka 4 kun kanali obunachilari, hammangizga xayrli kun. 4 yo'l tumanining Qoq markazida ushbu ko'rib turgan joyi sotiladi. Birdan biznesni yo'lga qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Kelib yashayman desangiz ham 4 yo'lning sentrida yashayverasiz, xudo xolasa. Bir de gazdan, svetdan, suvdan umuman kommunalniydan muammo yo'q. Gelib ko'rib xarid ataverasiz. Maktab Desat Yakin. Joyni ichini pavlari bilan qo'llangancha tanishtirib o'tamiz. Bog'yob ko'chasi 49-A uy. Ya bu joyni ichini. Davom. Kimda kim shunday joy, yer uchastki, dom reklama etacak bo'lsa, do'kon reklama etacak bo'lsa, bemalol bizlar aloqasi so'za bo'lib, chiroyli narxlar joy etib reklama etib beramiz, sotishga yordam beramiz. Evidina bir xona. Joyning sifatini gap bo'lishi mumkin emas. Yon tarafda bir spalni bor. Keyin bu yerda yana bir xona bor. Yon tarafimizda yana bir xona bor ekan, bu yer beklanib turibdi, o'rtadan beklangan. Sirtdan kirib chiqiladi. Hozir bu yerdan bir ko'rsatib o'tamiz. Egasini meni videoning sarlavhasida hamda kommentariyada yozib qoldiramiz. Yana bir xona bor. Adaptinalar o'tgan. Joyni sifatidan gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir xona. Baraka 4 kanalına obuna bo'lib qo'ying. Videoga birdan like bosib, kommentariya o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Yana bir xona. Hayvoncha. Hayvanchaning spasini yana ko'rib turolasiz, balandadi, bajaradi, ishlangan. Patologlar, natijli patolog. Bir de podvali bor. Bu yon tarafı chorvoq. Umumiy yer maydoni 5 sotikdan ziyod ekan. Xo'p, joyning narxini keladigan bo'lsak, joyning narxi $95,000 aytilib turibdi. 1-2 so'm xayridan qaytib kelishib beriladi. Egasini telefon etaverasiz, bemalol chiroyli narxlar zabt etib beradilar. Kapitalimdan eshik ochilgan yeri. Bu yerda bir xonasi bor. Birdan do'kon so'z ham bo'ladi, kichkina somsaxona tashkil etsangiz ham bo'ladi. Ya общий joyni kafega aylantirsangiz ham bo'ladi. Birdan pamitlik Mambo Burger ko'rinib turibdi shuyerda.